O'zbeklardan elchi kim ekan? Avloniy. Avloniy? O'zbek? Вы есть тот самый поэт Авлоний? Savod chiqarmaganni johil desam, bu imoratlarni yiqitganlar johil ekanlar. Ular shu yo'lda Azroilning changaliga tushadilar. Men xorimning aytganlarini bajara olamanmi? Bugun do'st bo'lib, ertaga dushmanlik qilmasiga kim kafolat bera oladi? Komissarlar nima uchun Turkiston nomidan o'zlari kabini emas, o'zbekni yuborayotganini o'zingiz anglang-ku, ularga ham anglating. Abdulla Avloniy, milliy uyg'onish davri o'zbek adabiyotining yirik vakili. U 1878-yilning 12-iyulida Toshkentda dunyoga keldi. U o'qituvchi, shoir, ma'rifatparvar sifatida xalqni milliy g'urur, axloq va tarbiyaga chorladi. Jadidlar to'plamidan Abdulla Avloniy nomli ushbu risolada adibning Maktab Gulistoni, Afg'onga sayohat, Pinak, Advokatlik osonmi, Biz va siz, Portugaliya inqilobi hamda Turkiy Guliston yoxud axloq asarining mazmuni haqida yozilgan. Adibning Turkiy Guliston yoxud axloq asari 1913-yili bosilib chiqdi. 1917-yilda ikkinchi marta nashr qilindi. Kitob maktablarning yuqori sinf o'quvchilari uchun darslik sifatida yozilgan. Lekin asar faqat maktab doirasi bilan cheklanmadi. U adabiyot, axloq havaskorlari uchun ham qo'llanma bo'lib xizmat qildi. Asarda insonlarni yaxshilikka chaqiruvchi, yomonlikdan qaytaruvchi bir ilm, axloq haqida fikr yuritiladi. Temirchining bolasi tarbiyat topsa bo'lur olim. Buzilsa xulqi, Luqmon o'g'li bo'lsa ham bo'lg'usi zolim. Yomonlarga qo'shildi Nuhning o'g'li o'ldi beiymon. Yurudi qahv iti xuburla, bo'ldi oti inson. Axloq bu xulqlar majmui. Xulq esa ezgulik yoxud razillik muayyan bir insonda namoyon bo'lishi shakli. Kishilar tug'ilishdan yomon bo'lib tug'ilmaydilar. Ularni muayyan sharoit yomon qiladi. Demak, hamma narsa tarbiyaga bog'liq. Tarbiya biz uchun yo hayot, yo mamot, yo najot, yo halokat, yo saodat, yo falokat masalasidir, deya ta'kidlaydi Abdulla Avloniy. Yaxshi birla yursa har kim maqsudi hosil bo'lur. Yursa nodonlar ila bir kun borib qotil bo'lur. Kattalar qilgan nasihatni kichiklar olmasa, oqibat xulqi buzuq, bir beadab johil bo'lur. Tarbiya tug'ilgan kundan boshlanadi va umrning oxiriga qadar davom etadi. U ikki bosqichdan, maktab va uy tarbiyasidan tashkil topgan. Agar bir qushning yosh bolasin olib, bo'lur tarbiyat birla yo'lga solib, onasin olib asrag'on birlarom, qilmas kishi say qilsa mudom. Kerak tarbiyat yoshlikdan demak, ulug' bo'lsa lozim kelur g'am yemak. Avloniy ushbu asarida axloq, odob, xulq, badan tarbiyasi, fikr tarbiyasi, iroda tarbiyasi, muhabbat, sadoqat, insoniylik, haqqoniylik, vatanni sevmak haqidagi tuyg'ularni talqin qilar ekan, ularning har biriga to'rtliklar bitgan. Ayo ey sohibi urfon, vatan bog'inda faryod et. Otib tashla arodin, eski odatni barbod et. Ma'orifla funun tahsili naql rahnamoliksan, qorong'uda qolgan millatni ilm nurla irshod et. Vatan mehri agar bo'lsa dilingda ishq savdosi, otil nuri ma'orifla o'zingni misli farhod et. Istiqlol yillarida Abdulla Avloniy hayoti va ijodini o'rganish, asarlarni qayta nashr qilish jadallashdi. 2020-yil Abdulla Avloniy buyuk xizmatlari uchun ordeni bilan mukofotlandi. Aziz kitobxonlar, Abdulla Avloniy nomli ushbu kitobni mutolaa qilishingizni sizga tavsiya etaman. Ushbu kitobning hajmi kichkina, ammo ma'nolar mahzaniga boy kitoblar sirasiga kiradi.